to'xtamay issiqlik qitgan, to'xtamay o'zini quvvatlayotgan, qatiqmi ishmayotgan, tavuzmi yemayotgan, mushunda sug'orlik narsaga yaqin kelmayotgan qarindoshlarga ikki xil so'zlaydi. Bu bizning badandagi sog'lomlik degan bu qarindoshlar. Odam badan degan bu tangpon holatda tursa bo'lmaydi. Issiqlik bo'lmasin bo'lmaydi, sovuqlik bo'lmasin bo'lmaydi, namlik bo'lmasin bo'lmaydi, quruqlik bo'lmasin bo'lmaydi. Bu badanimizdagi ba'zi a'zolar issiqlikni xohlaydi, ba'zi a'zolar namlikni xohlaydi, ba'zi a'zolar sovuqlikni, ba'zi a'zolar quruqlikni xohlaydi. Endi siz bir to'xtamay issiqlik qilib olsangiz, qalbingiz qurib, ko'zlaringiz sag'rib, uyqungiz qachib, ochchig'ingiz yomon bo'lib, badan shundan mazmun tug'anday qilgan bilan kasal ichingizdan teshingizga tepibdi. Masalan bu hammadan jigarni issiqdan og'riydi, issiqdan og'riydi deb sovuq qilaversa, jigar degan sovuqdan og'rib qolganning atisi saqat qolamaydi men sizga deb qo'y. Zaiflashib ketibdi. Masalan, aroq bilan bakaplashgan, rangi kichimini ko'p ichgan qarindoshlar sovuqdan og'riydi. Bu zaiflashib jigar qetib to'xtaydi qarindoshlar. Va go'sht kebab yetganlikka issiqlashib, may qaplagan bo'lsa, buni bemazgil yemak-ichmak diqqat qilib, dori mahsulot iste'mol qilib saqat qilgan bo'lsa, va sovuqdan og'rig'anga bu nojo'ya ahvol. Bu shunchalik ish. Masalan, börekni to'xtamay issiqliksiz. Börek issiqlik qilsangiz qandaqdir bu börek issiqlikni xohlaydi emas. Börek ma suyuqning orasida turibdi. Mandacha esa suvning orasida turibdi. Suvning orasida turgandan buni qurtib turmasa bo'lmaydi. Shuning uchun issiqlik qilamiz. Oshqozon desa bu oshqozon qandaqdir bu issiqlikni xohlaydi deb qolmang. Oshqozonning %95% sovuqdan og'rigan bo'lsa, 5% issiqni og'ritgan ishlar bor. Bu oshqozonning nam holatda turgandan biz suv ichimiz, tomoq etimiz hammasi bunda suyuqlik, nam narsalar. Shu namlik yo'qolgandan keyin buni issiqlik qilib turmasak bo'lmaydi. Menga buning ichida to'xtamay qon aylanib turib bizning mingimiz bu aloqa qo'ynimizga yap qolib bu nam narsa. Shuning uchun buni namlik yetkazib turmasak bo'lmaydi, buni qurtlasak bo'lmaydi. Menga yangi qursa, yaqinda yig'ilib qolganday, men yig'ilib qolsa, men yig'ilashga kelib chiqirdi. Yurakmi qonning orasida turibdi. Bu namlikni saqlab turmasak bo'lmaydi. Yurakni issiq tutadi degan gap bor. Shuning yurakni saqlab ketmaymiz. Badanda issiqlik bo'lmasin bo'lmaydi, qarindoshlar sovuqlik bo'lmasin bo'lmaydi. Mama lampon yeb ketma, qatiq ichib ketma, chomifin deb ayol kishi aytgan narsa shu narsani mama yeb ketma. Bu nomus qilgan gap emas. Mening o'yda nurg'un quvvat dorilarim bor, shuni yeb ketma. Bu nomus qilgan ish emas. O'yimizni jo'nshoq o'ltirtmiz, mashinamizni bayon qilib hayditmiz. Nima bo'libdi o'zimizni bayon qilib qo'ysak. Shuning o'zimizning mizojini bilan issiqlik qilsam bundaroq turibman, sovuq qilsam bundaroq turibman aytgan. Ba'zi qarindoshlar men shu tayyorchab yesam bundan mijozim yaxshilanib qoldi, bunda qinim qizib, bunda shashlashib qoldi aytgan yigitlarimiz bor. Shunday gap hammamizga issiqlik yarashmaydi. Masalan, qon besimi hatto hamma qon besimi to'xtamay sovuqlik qilsa, sovuqni o'rayotgan qon besim bor. Qisqasi bizning bir akamiz bor. Qattiq rampizi binasisi tavisi qon besimi o'lib qolsa, dikkiga chiqib ikkisi kofiyat chiqdi. Dikkida qon besimi tushdi. Mushunga o'xshash gap. Börek sababli qon besimi bunda sovuqdan o'lib qoldi. Shunga o'zingizning mizojini bilasiz. To'xtamay issiqlikdan sovuqlikdan aytgan gap yo'q. Ba'zimiz issiqlikni yoqitmiz, ba'zimiz sovuqlikni yoqitmiz. Ba'zilari va büyükün polo, büyükün şorpa, büyükün lagman, büyükün kebap ismeşini bulab qamaytgan. Ba'zilar va bundoq ikkizi kebap yeb qo'ysang, qizlar qo'rqoq chiqib turmaytgan. Mizojingizni uqmaganning masalasi. Shunda kebap yegan vaqtda qatiq bilan birga yetmiz, piyoz bilan birga yetmiz, sovuq suv bilan birga yetmiz degandek tanishib yeyotsak, bularni shunga o'zingizning mizojini uqib, nima yesangiz bo'pti. Uni yemang, buni yemang emas. Avval o'zingizning mizojini uqib, hamma narsani yeng.